start final uchrashuvi U17 Osiyo Kubogi hal qiluvchi bahsi boshlandi va biz tarkiblarni boshlaymiz. O'zbekiston darvozada Qil bosib o'tishdi. Mana bu yerda esa saudiyaliklar jarima maydonchasiga kirishdi. Darvozabonimizdan ishonchli o'yin. Lekin ilk bahs Bahodirxonov Matariga qarshi borda oxirgacha o'zi uzoq yaxshi, chiroyli Sasimbayev ichkariga uzatma va o'tib ketyapti. Darvozabon hozir o'tkazib yubordi. Hatto himoyachisi ham o'ng qanotdan O'zbekiston hujumi va ichkariga Sodiqov yaxshi pas, yaxshi fint, yaxshi fint, zarba! Mana sizga joyni to'g'ri egallab qoldi. Jarima maydonchasi ichra sayr juda ham chiroyli harakat qildi bu vaziyatda. Mana boya aytdim-ku, Shukurulayev endi javob bermasa qo'ymaydi bu deb. Ha, javob berdim. Boyaga fintga ikkita bilan javob qaytardi. Olishdi mana. Mana bu yerda qarshilik ko'rsatish zarur. Qisqa masoda birinchi marotaba o'ynashyapti va xavfli chiqdi. Darvozabon chiqib, xavfni. Rustamjonov qanday o'ynadi? Qarang, ishonch. Endi bilmadim, shunday reja qilganmidi yo'qmi? Dastlab oyog'i bilan shu yuqoriga ko'tarilib olib, keyin ushlab olib, umuman butkul xavfni yo'qqa chiqardi. Lekin raqib bu safar o'tib ketdi, shuni e'tirof etish kerak. Yo'q edi afsal, yo'q edi. Qaytargan dastlab, keyin esa ushlab. Qani 154-sini ham tomosha qilamiz va ichkariga edi bu uzatma. Bayev bo'ydor va kurash davom etganda g'alaba qozonishi mumkin edi, ammo maydon torlik qildi. Saudiyalik futbolchi esa o'sha maydonga dumalab qaytib olyapti. Og'riq his qilyapti chog'i. Sariqmi? Nima bo'lyapti? Nima bu? Nurbek bu yerda nima qilgandi o'zi? Buni ko'ramiz hozir. Hozircha bilinmadi nima qilgani. Balki bar ko'rib bekor qilishi ham mumkin, shuning uchun kutaylikchi, mana referi ham aytayapti. Ha, ko'ryapti. Tekshiramiz. Mayli. Mana bunday harakat kerak emas, Sodiqov. Xo'p, emotsiyaga berilmaymiz. Yo'q. Shumi? Bu bo'lsa lekin bu hech narsa emas. Hop, yiqildi, oyog'ini o'tkazdi, sal turtib yubordi. Ya'ni agar qo'lini ushlab turib tirsak richagini tortganda, ana uni deb qo'shilsa bo'lardi, lekin bu yerda bu inersiya bilan harakatlar emasmi endi? Yo'q, menimcha bekor qilinadi, sariq kartochka beriladi. Ha, ozgina intizomni buzdi, lekin unaqa jarohat yetkazadigan qo'rqinchli harakat qilgani yo'q. Bu qizil emas. Finalda bu qizil emas. Balki yordam o'sha assistentlar shuni tushuntirishayotgandir. Yaponiya va xo'p, men o'sha atayinlikni izlayapman. Atayin harakat qilmagandek. Avstraliya va yaponiyalik mutaxassislar o'tirishibdi. Qaror qolyapti menimcha. Ha? Nima bo'ldi? Qolyapti. Qizilni qoldirdimi? Ha, do'stlar, kutilmaganda Sarsenbayev qizil kartochka olib maydonni tark etmoqda. 10 kishi bo'lib qoldik. Xo'p, bu nimaga ta'sir qiladi? Endi tushunarli nima deyapti? Ismoilov bo'ldi, boshqa gapim yo'q deyapti. Islom Ismoilov o'zing yog'iga javob beraverasan deyapti. Ha, Ismoilov tushunish mumkin uni. Ko'z yoshlari bilan Nurbek chiqib ketyapti. Hech qisi yo'q. Ha. Nurbek Sarsenbayev urari bor. Hujum ma'nosida yana boshqa futbolchilar bor. O'sha raqibning imkoniyat. Qaror hakam jarima zarbasi berilsa kerak, chunki tashqarida edi. Endi buni skor. Nima bu do'stlar? So'nggi umid foli deb baholandi. Hakamga topshirmoqda Ismoilov. Hakamga. Hakamga. Endi bu yerda ko'ramiz vaziyatni. Hozir biz ham tekshiramiz deyapti yana. Tushmaylik, ko'raylik. VAR bekor qilishi mumkin. Birinchidan ofsayd bo'lishi mumkin. Birinchisi.
Endi bunisi to'pga tegmabdi-da. Ha. To'pga tegmabdi. Bunisida qo'shilsa bo'lar balki. Mana. Shunisida bermasa bo'lardi, boyigisida nohaqroq tuyulgandi. Yo'q, endi unisi mana 9 futbolchi bo'lib Turib berib, mayli hujumga bora olmasmiz. Turib berib, penaltilarda yutib ketamiz nasib bo'lsa. Nasib. Mana hozir Ismoilov ham qo'llab-quvvatlayapti. Bu kerak. Yosh futbolchilar, ularga bo'layotgan voqea. Yo'q. Penalti berib yuborsa deb qo'rqib turgandim o'zi. Bo'ldi. Birinchi biz tanaffusdan so'ng qaytamiz va terma jamoamizni qo'llab-quvvatlaydigan muhim 45 daqiqalik bizni kutmoqda. Bu vaziyat takror. Do'stlar, telekanalimizdan uzoqlashmang. Murodov ham tushdi. Endi 14 bo'lganda Shomurodov familiyasi xayolimizga keladi. Bu Said Murodov. Hozir pressing qilishyapti yigitlar. Yaxshi, Aliyev bor. Yo'q, kerak emas. Bu yerda Sadriddin Hasanov endi majbur bo'ldi faol ishlatishga, chunki qaytib olish kerak. Endi har bitta yo'qotgan to'pimiz uchun biz maksimum tezlikda orqaga qaytmasak bo'lmaydi. Saudiya tarkibini tanishtirayotgandim. Yazid Al-Dossari 2-raqamda, 3-Nosir Al-Fihani, 6-Said Al-Dossari, 9 Abdul Hadi Matari, 10 Abdulrahmon Sufyani, 11 Sabri Dahal, 12-raqamda Odil bin Hiban, 18 Abdulaziz Al-Fawwas, 20-raqamda Abu Bakr Sayyid. Nima bo'lyapti bu yerda? Hakam Vardagilar bilan muloqot qilayotganga o'xshaydi, lekin hali ma'lumot berilmadi. O'sha jarima maydonchasi ichida nimadir yuz bergan bo'lishi mumkin. Biz ichkarida edik, ya'ni hujumda edik. Qani. Hop, ushlab. Endi nima ko'rib chiqilayotgan? Endi 3-qizilni ko'rmayotgandir. Tomosha qilamiz. Penalti ehtimoli. Qo'rqib ketdim. Penalti ehtimoli ko'rilayotgan ekan, do'stlar. Ana shu juda ham muhim. Hakam Shammari keldi. O'zbekistonda uni hozir uncha yoqtirmay turishibdi, balki hozir sal joyiga tushar. Qani ko'raylikchim. Xo'p, qo'l bilan harakat bo'lgan bo'lishi mumkin. Qani. O'ziga biroz to'g'rilab olgan bo'lishi mumkin-da futbolchi. Notabiiyda qo'l aynan yo'naltirilyapti. Kengaytirilgan. Agar tekkan bo'lsa bu penalti, do'stlar. Endi hozir 100% aytish qiyin bo'lyapti. To'p yo'nalishi o'zgardimi yo'qmi? Bu rakurs. Tegibdi. Tekkandek. Endi hakam hozir qaror qabul qiladi. Tomosha qilamiz. 19-raqamdagi Azizbek Erimbetov kurash olib borgan, oxirigacha borgan va Yazid. Mana. Stop kadr. Penalti! Shammari. Kim? Ko'rsatyapti. Muhammad Alini aytdimi? Musaxonov. Nima? Zarba! Gol! Afsuslar! 1-0 O'zbekiston oldinda. Mana sizga do'stlar, birinchi taymdagi sinovlardan keyin qandaydir oxirgi daqiqalardagi qizillardan so'ng biz ikkinchi taymni gol bilan boshlayapmiz. Mana nima uchun sabr qilish kerak qiyinchilik payt va kurashish kerak uni yengib o'tish uchun. Lekin asablaringga qoyil Muhammad. Boya murabbiy Muhammad dedi-da, endi hujumdagilarni nazarda tutiladi-yu. Mana. Demak, Hakimov nazarda tutilgan. Ishonch bilan shunday himoyachimiz borligiga xursandmiz lekin. O'zini yo'qotmasdan burchakka joylab qo'yapti. Aynan ongli ravishda. Baraka top.
baraka top. Endi himoyaga yotsa ham bizni qabul qilishadi. Buni muxlislar yo'q, biz qaytardik to'pni. Nima bo'lgan taqdirda ham ofsayd bo'ladimi, yo'qmi endi farqi yo'q. Endi to'g'ri burchak zarbasidan qutulib qolishimiz kerak agar ofsayd bo'lsa. Keyin o'sha yo'q ekanda. Ha, yo'q ekan. Gap yo'q bu yerda ham ichkariga. Bas. O'tdi-da shu, o'tdi-da. Xavfli. Oy, qaytardik qoyil do'stlar. Yana hali oxirgacha emas. Qiyin bo'layapti-da baribir. Darvozabon dastlab, keyin esa Bahodirxonov. Shu yerda bahodirlik ko'rsatdi, to'p yo'liga to'g'anoq bo'ldim. Qiyin bo'lyapti, ha, tushunamiz bu yog'iga. Boya hech yigitlar hayajonlantirishmadi degandik, hammasini bugun chiqarib olishadimi deyman. Mana qahramon, hozirgi oxirgi epizodning ikkita qahramoni bor. Birinchisi darvozabon. Demak, bu Rustamjonov. Mana bu seyvi, keyin esa Bahodirxonov. Ha, Rustamjonov darvozabonimiz Ne'matullohning bugun yulduzli onlari bo'lishi mumkin. Mana shu kamida 2-3 ta o'yinchi qarshi chiqyapti-da bizning hujumchilarga. Yaxshi seyv. Chiroyli o'ynadi darvozabon. Rustamjonov, bravo. Oy, qizil. Darvozabon. Mana o'sha seyv. Pozitsiya. Ichkariga qaytardikmi? Qaytaryapmiz. Yana bitta. Oy! Super seyv! Rustamjonov. Va mana o'ynash kerak do'stlar. Ha, 70-daqiqaga yaqinlashyapmiz. 1-0. 9 futbolchi o'ynayapmiz. 9 do'stlar. Bu yoqda 11 futbolchi. Ular mezbon, minglab muxlislar. Hozir energiya kerak futbolchilarimizga. O'zi g'alaba qozonsak tarixiy bir ajoyib natija bo'ladi, lekin bunaqa tarix yozish endi albatta o'zgacha zavqli bo'ladi. Faqat buning uchun yigitlar haqiqiy qahramonlik ko'rsatishlari kerak bo'ladi. Ishonch bor bunga. Qani seyv, yana oddiysa, avvalgilari oldida hech narsa emas. Bugun aynan Rustamjonov katta sahnaga chiqyapti, boya aytganimizdek. Vaqtni cho'zmayapmiz. Yo'q, hujumga. Bu o'zbekcha futbol mana shunaqa bo'ladi. O'rgan Saudiya, Hasanov o'tdi, ichkariga kirdi. Yo'q, kirdi. Darvozabon! Gol! Hasanov! Mana Hasanov bizda Hasanov o'ynash kerak futbolni. Ha, do'stlar! 10 kishi, 9 kishi farqi yo'q, hujumga boramiz. Gol uramiz. Yotmaymiz. Ey do'stlar, bu Hasanov. Husanovni butun dunyo ko'ryapti. Mana Hasanov. Hamma his etyapti. Butun O'zbekiston his etyapti buni. O'zbekcha futbol. Chempionatdagi eng super gol shu bo'ladi. Bosib o'tdi, o'ziga ishondi, darvozabon bilan yakkama-yakka chiqdi va oyoqlar orasidan kirgizib yuboryapti. Hasanov. Mana ko'ramiz, darvozabonimizni darhol boshlaganiga respekt. Bu assist do'stlar, bu Edersoncha assist bo'ldi bu. Qarang qanday o'tib ketdi Sadriddin. Hop, oyoqlar orasidan. Va yana bitta. Oyoqlar orasidan. Bu kolxoz uchun, bu rais uchun dedi. Shunday. Mashhur filmda. Takroriy lavhani qachon bunday sharhlaganimiz bilmayman, lekin yana bitta. Yana bittasi mana marhamat. Ha, do'stlar. Hozir aytib turgandek, bunaqa g'alaba qozonish zavqli bo'ladi. Mayli. Diqqatni yo'qotmaymiz, hali vaqt bor. Hali vaqt bor, hali kurashamiz. Yigitlar. Endi bari Saudiya risk qilib bo'lsa ham oldinga boradi. Ungacha shoshmayotgandi unchalik. Mana bu boshqa chorasi qolmadi, uzatmami? Layfi bizda. Olishimiz kerak. Olamiz. Oldi. Yana kulib qo'yapti. Mana shunisi bilan olib qo'yapti-da ularning ruhiyatini. Qo'lat chog'i. Lekin ichkarida 2 nafar futbolchimiz bor. To'g'ri darvozaga. Voy! Tegdi. Darvoza to'siniga. Jamshidlarning biri yaqinda shunaqa pasmi? Yo'q, Aliyev. Qanaqa futbolchi bu? Juda aqlli futbolchi. Hammasi. Hammangiz. Jamoaviy. Otasiga rahmat barcha futbolchilarimizning. Ajoyib. Butun jamoa mehnati bu. Murabbiylar shtabi. Aliyev. Ikkita orasida 3-golni urishga sal qoldi, darvozaboni qaytarib qoldi-da, afsuski. Aliyev yorib o'tdi. Yorib tashladi. Bu ham qaytardi.
Hasanovning goliga raqobatchi Goli bo'ladi. bilan emas, haligi yakun. Katta g'alaba. Boya qosh qoqib qo'ydi. Voy Rustamjonov, Rustamjonov. O'zbekcha futbol. Mana sizga qanaqa bo'ladi bu? Biz tomonga bir qarab qo'y. Mana shunday. O'zbekiston G'alaba! do'stlar! Chempionlik! Tarixiy! Tabriklang, yoningizda kim bo'lsa tabriklang. Qahramonlik bilan Va misli ko'rilmagan qahramonlik bilan O'zbekiston o'smirlar terma jamoasi g'alabaga erishyapti. voy do'stlar, qanday tarix yozildi. Bu futbolchilar boshqacha futbolchilar. Osiyoda mana shunday g'alaba qozonishdi. 9 futbolchi bo'lib, bitta taym o'tkazishdi. 2 ta gol urishdi do'stlar. Bunaqasi umuman, masalan, necha yoshli futbol muxlisisiz, sizga savol. Ko'rganmisiz shunaqasini? Ko'rgan bo'lsangiz yozing. O'zbekiston o'smirlar yoshlar terma jamoasi bilan bu yuz beryapti. Va biz buni jonli efirda hayajon bilan, mana rostdan ham butun turnirdagi hayajonimizni bugun chiqarib tashlab, lekin bu qanaqa hayajonlar edi? Albatta boshida qayg'uga tushdik, lekin ikkinchi taymda qanchalik burilib o'zgarib ketdi. 2 ta gol urdik.